Alo. Assalomu alaykum oyijon. Ha, men hozir Samarqandga kelib oldim. Endi hujjatlarimni olib institutga borar ekanman. Yo'q, yotoqxonaga joylashmaydigan bo'ldim. Bir qishloqdosh akam bilan kecha gaplashgandim. Hozir shuni kvartirasiga boraman. Joy bor, kel degandi. Xo'p. Mayli, siz ham o'zingiz ehtiyot qiling, oyi. Jigarim, bu bardagi e'tiborni sal kecha ko'payib ketgan ekanda, akalar bilan o'zing yaxshi keldingmi, xay? Yaxshi, rahmat. Uydagilaringiz pochta berib yubordi. Yo'q, bo'ldi, keyin olamiz. O'zing tinch kelgan bo'lsang bo'ldi. Rahmat. O'zingiz ham yaxshimisiz aka? Rahmat. Keyin uydagilaringizga anchadan beri telefon qilmay qo'yibsiz. Oyingiz xavotir olayotgan ekan. Bir telefon qilib qo'ysin deb menga tayinlagandilar. O'zingiz qilib qo'yarsiz? Ha, qilaman, jigarim, qilaman. Sen unga e'tibor berma, o'zimizning muammo. O'zing yaxshi kelgan bo'lsang bo'ldi. Yaxshi o'rniga Boraga yaxshimisiz? Hozir yaxshimi? Yaxshimi? Boraga tashrik bo'lmaydi jigarim, qishloqdoshim. Jigarim tanish bo'lmaydi Boran akam. Bizlar birga turamiz mana shu yerda, shaharda birga ko'karganmiz. Yaxshi, qishloqda qolibsiz-da. O'tiringlar. Boran aka, Bizda ish nima bo'ldi? ish hal bo'ldi, telefon qildim. Kechgacha tayyor bo'ladi. O'zlari yana telefon qilib aytib qo'yishadi. Yaxshi, unda mehmon kelib qopti, bir shahar aylantiraylik-a? Mehmon? Qanday bo'lar ekan? Ha, yaxshi bo'ladi. O'zim mehmon qilaman. Ketdik. Mehmon. Radiom. Ko'tarolmay o'chib qolibsiz-ku. Ko'tarolmaysiz nima aytib? Borasiz aytib qo'ymaysiz. Biroqiz. Bosh og'riyaptimi? Kecha juda ko'payib ketibdi shekilli. Boshim portlab ketay deyapti. Ha, menda hozir bitta dori bor, bosh og'rim qoldiradi. Qanaqa dori? Akkuratniy dori. Mang. Nima ko'ra bitta ichib ko'ring. Ishonchlimi? Ishonmayapsizmi? O'zimiznikilarga. Aka, men bular olib ketaman, aytgan lokatsiyalaringizga olib borib, bu telegramimizga lokatsiyasini tashlab qo'yaman. Yaxshi. Ya mehmon, mazza yo'qmi? Akalar, kecha doridan bermasanglar bo'lmaydi. Vahshi bosh og'rib ketyapti. Ha, kechagi dori bor. Lekin endi prosta bera olmaymizmi? Nima deganingiz u? Pul deyapman. Tushunmayapsanmi? Aka, kecha unaqa kelishmagandik-ku. Kecha edi. Qo'ysangchi, boshim qotirma. Dori kerakmi? Davay, pulini qo'ydim va olib ketaver. Menga dori topib bersanglar, topib beringlar. Bo'lmasa qilib ishlaringni bilsak aytib beraman. Ey! Menga qara cho'tirganlar. Xullas, sen allaqachon bizga qo'shilib bo'lgansan. Dorini olish uchun esa pul kerak. Senda esa pul yo'q. Shuning uchun biz aytganini qilasan bu yerga. Tushundingmi? Menimcha tushundik-a? Samarqand shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudning ochiq sud majlisida sudya Mamarahim va Nozima raisligida sudlanuvchilar Samadov Behruz, Qosimov Sardor, Asadov Bekzodlarga nisbatan jinoyat ishi ko'rib chiqildi va shular aniqlandiki, sudlanuvchilar Samadov Behruz va Qosimov Sardor oldindan til biriktirib, giyohvandlik vositasini sotish maqsadida saqlagan va uni pullik asosida realizatsiya qilganliklari isbotlandi. Shuningdek, ular xaridorni giyohvandlik vositasini iste'mol qilishga undaganliklari aniqlangan. Ularning harakatlari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi
273-moddasi ikkinchi qismi hamda 274-moddasi bilan kvalifikatsiya qilinadi. Sudlanuvchi Asadov esa giyohvandlik vositasini yetkazishda ishtirok etgan, biroq iste'mol qilishga jalb etishda qatnashmagan. Uning harakatlari Jinoyat kodeksi 273-moddasi ikkinchi qismi bilan baholandi va sud qaror qildi. Sudlanuvchi Samadov Behruz 273-modda ikkinchi qismi bo'yicha 6 yil, Jinoyat kodeksi 274-modda bo'yicha 5 yil ozodlikka hukm qilinsin. Jinoyatlar majmui asosida yakuniy jazo sifatida 11 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlansin. Sudlanuvchi Qosimov Sardor Jinoyat kodeksi 273-modda ikkinchi qism bo'yicha 6 yil, Jinoyat kodeksi 274-modda bo'yicha 3 yil jazosiga hukm qilinsin. Jinoyatlar majmuisi asosida yakuniy jazo sifatida 9 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilansin. Sudlanuvchi Asadov Bekzod Jinoyat kodeksi 273-moddasi ikkinchi qismi bilan aybli deb topib, uning 6 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlansin. Jazolar umumiy tartibli koloniyada o'talsin. Hukm ustidan belgilangan muddatda apellyatsiya shikoyati berilishi mumkin.